Ashraf Tamayev Cristiano Ronaldo'ni Bugatti'sidan sotib oldi degan gaplar ko'payib ketdi, videolar tarqalib yotdi. Kimdir bu inson haqida razoblacheение yozyapti. Endi men razoblacheение ko'rganim yo'q, men o'zimning shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Har doim inson ko'tarilayotgan payti har doim ana ko'tini ko'radigan odamlar chiqadi. Ya'ni shu prosmotrda pul ishlayman, obro' yig'aman, razoblacheение qilaman, bu ishni noto'g'riligini isbotlayman degan odamlar chiqib keladi. Men именно Ashraf Tamayev o'zini как shaxsiyatiga bu odam to'g'ri ish qiladi, noto'g'ri ish qiladi demoqchi emasman, chunki bilasizlar, shu stavkalar bilan, reklama bilan shug'ullanadi. Bu narsa to'g'ri, noto'g'ri. No, o'zi umuman aytganda pozitsionier mediaga chiqayotganini, mediynisini aytadigan bo'lsam, bu juda pik darajada turibdi. Butun o'sha O'zbekiston biladi, butun SNG biladi va bu inson Cristiano Ronaldo'ni Bugattisidan rostakazim sotib olgan bo'lishi ham mumkin, ehtimoli katta. Nega? Chunki bunaqa katta auditoriyaga yolg'on ma'lumot tarqatish, bunaqa o'sha pikka chiqqandan keyin bu juda ham xavfli. Agar bu narsa yolg'on ma'lumot bo'lsa ham, uni по-любому davomi bo'ladi. Chunki biz как auditoriya sifatida bu insonni kuzatayotgan bo'lsak, bu o'sha zaran yozilib bo'lgan как strategiya plan, который, masalan, возможно, Ronaldo'ni ham plusga ishlaydi. Lekin to'g'ri, Ronaldo ashi mirovoy lичность, Ashraf Tamayev bor yo'g'i SNG taniydigan bo'lsa, yer bilan osmondek farqi bo'lsa ham, hozirgi kunda даже O'zbekistonda ham ko'ryapsizlar, Munisa Rizayeva, Diyor Usmonova vaynerlar bilan birga как бы video ishlashyapti. 5 yil oldin u odam qayerda edi, bu odam qayerda edi. O'shaning uchun hozirgi kunda ham trendlar juda ham ko'p o'zgaryapti. Men bu video chiqarishimdan maqsad sizlarning fikringlarni bilmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu mavzu laxatronmi yoki rostakazim sotib olganmi? Lekin unutishgina emas, что именно shu bola Xazbikka как бы prodyuser qilib ko'targan, butun dunyoga tanitgan. Ya'ni, ana aytayapti-ku, Holland orqali chiqdim, u orqali chiqdim. Agar mana shunaqa vixitlar bo'lsa, olgan bo'lishi ham mumkin. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Endi davomini ko'ramiz.